hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy meros, bobolarimizdek buyuk allomalar hech qayerda yo'q. Shavkat Mirziyoyev. Bugün 9 aprel Büyük Sarkar'da Sohib Qur'on Amir Temur bobomizning tavallud topgan kunlari. Bu kishi mana shu o'zining davlatchilikga rahbarlik qilishda o'zining ijodi, o'zining o'sha ishbilarmonligi, davlat boshqaruvda juda katta o'rinda turgan, bu tarixda buyuk siymo sifatida tan olinadi. Amir Temur bobomiz mana shu 69 yosh umr ko'rgan bo'lsa, shundan 3dan 1 qismi aytaylik yarim hayotining davrida faqat mana shu davlatlarda, masalan, boshqarish yo'lida juda ko'p adolatli obodonchilik qilaveradigan bo'lsa, o'zining xalqini, mana shu Turkiston xalqini, shu yerda yashayotgan barcha xalqlarning obro'yini ko'tarilib, shu o'zining kimligini davlat dunyoga tanitgan inson hisoblanadi. Şu bobomizdan bizlar masalan ma'rullanishimiz kerak va ularning o'gitlariga hamisha rioya qilishimiz kerak. Men o'ylaymanki, bu davlatchilikning boshqarishida Amir Temur bobomizning tarixdagi o'rni juda beqiyosdir. Shuning uchun bu kishini butun O'zbekiston davlati qaraveradigan bo'lsa, O'rta Osiyo Respublikasi davlatlari, boshqa Turkiya, aytaylik Iron, Azerbaycan ve Arap mamlakatlari ko'tarak guruhda topgan kunni bayram qiladi degan umidda.